ko'ryapmiz. Kitob o'qiydigan odam kamayib ketdi. Hammani qo'lida telefon. Bu internetdan ilm olaman deb qanchasi birov kafolat bera olmaydi. Aqidasi buzilyapti. Bemazhab bo'lib qolyapti yoki fahish ko'rsatuvlarni ko'rishlikka, videolarni ko'rishlikka o'rganib shu xumori tutadigan bo'lib qolyapti. Yoki bo'lmasa mana hozirgi kunda PUBG o'yinlari. Shariat harom qilgan bu o'yinlarni, qimor o'yini. Adin XBet o'yinlari. Shariat dinimiz harom qilgan. Bu bilan tushib qolib qimor o'ynab yoki o'ziga o'zi joniga qasd qo'yishli holatlari bo'lyapti. Kitob o'qiydigan bir kasbi hunarni orqasidan yoki mana IT texnologiyalarini qancha yoshlarimiz intilib o'rganyaptilar. Bunaqangi ilmlarning orqasidan yurgan yigitdan, qizdan yomonlik chiqmaydi birodarlar. Faqat bu bekorchilikdan, kitob o'qimaslikdan, kechalari bilan ko'chada sang'ib ko'cha yurishlikning oqibatidan turli tuman harom ishlarga qo'l urib qo'yyapti. Ma'siyatlarga yurib qo'yyapti. Turli tuman jinoyatlarga qadam bosib qo'yyapti yoshlarimiz. Vaholanki ota-onasi uyda o'tiribdi. Ota-onaga qarashlik nima? Farz, vojib. Ko'chada kechasi bilan sang'ib yurishlik farz emas, vojib emas, sunnat emas, mustahab emas, bemaqsad yurishlik birodarlar. Bilaks aksincha ota-onani boqishlik uchun, xotin va farzandlarni boqishlik uchun ko'chaga chiqib yurish, bozorga yurish, do'koniga chiqishlik, o'zini kasbi hunariga borishlik. Bular ayni dinimizning talabi va zimmamizga qo'ygan vojiboti bo'ladi birodarlar. Din deganda shu ko'rkorona ko'rinish bilan to'da bo'lib yurib berishlikni tushunmasligi kerak yoshlarimiz. Din deganda din axloqlarimizda namoyon bo'ladi. Ba'zi bir odamlar mana dindan gapiradi, dinga amal qilishligini iddao qiladi, lekin axloqi Rasulullohning axloqlari, dinimiz buyurgan axloqiga yaqinmikin yoki yo'qmikin deb bilsangiz, ko'cha xandoni, uy zindoni deyiladi-yu. Bolalar har kuni zulm ostida qolgan, ko'chada chiroyli muomala, chiroyli yurish-turishlar, uyga kirganda ota-ona ham zir titrab, haligi o'g'ildan, farzanddan qaqshagan holatda, ko'zi yoshlangan holatda. Bunaqangi farzandlar, bunaqa oilalarni ko'p ko'ryapmiz birodarlar. Ota-onani tergayapti, so'kiyapti, uruyapti, hattoki Alloh saqlasin, oq bo'lyapti bu bilan. Dunyo oxiratini kuydiryapti. Zimmasidagi vojibot, oilani boqishlikni tashab qo'yib, o'zicha bir yoqlarga ketib yoki o'zini boshqacha bir namoyishkorona ko'rsatib, o'zidan qahramon yasab yurganlar ham yo'q emas. Dinning maqsadi bu joyda qolib, boshqa maqsadlarda shu dinimiz buyurganda o'tib ketyapti. Alloh saqlasin. Bu narsalarga ham yoshlarimiz e'tibor berib qo'yishliklari kerak albatta.